Zavqiy xayriya jamoat fondi kun kech bo'lishiga qaramasdan xayrli ishlarga shoshib mana hozir bir bemor akamiz murojaat qilganlar, shu xonadonda yashaydilar. Yordam ko'rsatgani keldik, xudo xolasa moddiy yordam ko'rsatib. Assalomu alaykum. Mumkinmi aka? Qani bismillahirrohmanirrohim. Zavqiy xayriya jamoat fondi joylarda ehson qutilari tashkillagan. Ushbu ehson qutilaridan tushgan mablag'lar hisobidan 400 ming so'm olib keldik. Aka qabul qilib olasiz. Xursand bo'ldim. Kutmagandim to'g'risi. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Endi Xursandman. shu ehson qutiga qo'yishga amaliy yordam bergan tadbirkorlarni, keyin ehson qutiga mablag'larni tashlagan, ehson qilgan odamlarning haqqiga bitta duo qilib bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Butun dunyo mana shu ehson uchun yurgan insonlarni Rustam aka, qolaversa sizni ham ko'p avvaldan menga yordam berasiz. Mana Alloh hamini bilib turibdi. Allohning o'zi rozi bo'lsin. Amin. Ukam sizdan ham rozi bo'lsin. Borliklaringga shukr. Dunyo turguncha turinglar, kasal bo'lmanglar. Katta rahmat, sizlarni hech qachon unutmayman. Men Alloh. Aka, sizni nima dardlar qiynayapti? Nima bo'lyapti sog'ligingizga? Manda shu oshqozon bilan nima bor? Yallig'lanish bo'lgan ekan. Shuni doktorga bir tekshirtirganimda yallig'lanish bo'lib chiqdi. Endi o'tgan yili mana bu betimda bir nima chiqib turibdi-da endi bu ham. Nima bo'lyapti yuzingizga? Bitta ishgan narsa chiqdi, keyin men buni o'zimcha uyda davolayman dedim, lekin bo'lmadi. Undan battar bo'ldi. Bu ishdi. Keyin haligi aytib bo'lmaydigan narsalar chiqdi-da. Buni aytish shart emas. O'zingiz tushundingiz. Alloh shifo bersin. Rahmat. Zavqiy xayriya jamoat fondi Azamatjon aka, mana shu sizni hozir mana karta raqamlaringizni qo'yamiz. Shu qo'li ochiq saxiy insonlarimizdan iltimos qilamiz. Azamatjon akamiz bemorliklari bor, oshqozonlarida, keyin yuz sohalarida juda ham qiynalgan insonlar bu inson. Shu insonga yordam qilib olishlarini iltimos qilamiz. Telefon raqamlari, kartalari, manzillarini yozamiz. Oz bo'lsa ham ko'p o'rinda qabul qilasiz, Azamat aka. Oz emas bu. Juda ham men uchun kutilmagan bir nima bo'ldi-da. Sog' bo'ling aka. Azaldan mana yordam berib turardingiz. Hozir sizlar mana keldilaring, juda ham xursand bo'ldim. Sog' bo'ling aka. Sog' bo'ling. Rahmat.